Kunlik tushgan murojaatni joyida hal qilish kerak bor. Hammaga tushuntirish kerak. Odamlar zo'r tushungani uchun murojaat qilyapti. Bu yerdagi xotin-qizlar faoli nima hech bo'lsa shu bitta oilani yarashtirib qo'yishga yaramaydi. Surxondaryo viloyati hokimining navbatdagi ommaviy qabuli bo'lib o'tdi. Prezidentimizning aholi murojaatlari bilan ishlashni yangi tizimda tashkil etish bo'yicha belgilab bergan topshiriqlari doirasida ommaviy qabullar tashkil etilib, murojaatlar manzilli o'rganilmoqda. Xususan bugun Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimovning navbatdagi ommaviy qabuli Termiz shahridagi Bog'ishamol mahallasida bo'lib o'tdi. Qabulda markaziy va hududiy studiyalar orqali 26 ta mahalladagi fuqarolarning infratuzilma, ijtimoiy himoya va boshqa masalalardagi murojaatlari tinglandi. Qabul davomida murojaatlar sohalar, tarmoqlar va hududlar kesimida tahlil qilinib, ko'tarilgan masalalarni hal etish uchun aniq muddatlar bilan mas'ullar biriktirildi. Shu bilan birga qabul davomida hududlarda yangi tizim asosida aholi murojaatlari bilan ishlash holati ham tanqidiy muhokama qilindi. Fuqarolar murojaatlari bo'yicha alohida yangicha tizim qilib berildi. Hamma aqlli kuchli odam. Men o'zim mana Bog'ishamol mahalla Termiz shahrida eng ko'p murojaat tushgan. Bu yer tozalash kerak, mana domlarni kraskalasa ham zo'r bo'ladi. Siz nima qilasiz degan savolga javob yo'q. Ayniqsa hokimlarga yangi imkoniyatlar va infratuzilmani yaxshilash uchun mablag' ajratilishiga qaramay, Boysun, Denov, Sariosiyo, Sherobod va Uzun tumanlarida aholi murojaatlari 23% ga oshgani, Angor, Jarqo'rg'on va Oltinsoy tumanlarida esa murojaatlarning yarmi hal etilmasdan qolgani qayd etildi. Shuningdek, Qiziriq va Termiz tumanlari hokimlarining murojaatlar bilan samarali ishlash natijasida ko'tarilgan muammolarning katta qismi ijobiy hal etilayotgani ta'kidlandi. Bugun Termiz shahrida aholi murojaatlari bilan ishlash borasida viloyat hokimi sayyor qabul o'tkazdilar. Bu sayyor qabulni o'tkazishdan asosiy maqsad yurtboshimizning 13-sanadagi o'tkazgan video selektorlari berilgan topshiriqlarni birma-bir bajarilishi edi. Bugun o'sha Surxondaryo viloyatidagi eng ko'p aholi murojaati tushgan tuman va shaharlardagi mahallalar belgilab olindi, tanlab olindi va o'sha mahallada murojaat qiladigan barcha fuqarolar birma-bir shaxsan o'zlari qatnashdilar. O'sha aholi tomonidan tushgan murojaatlarni barchasini yechimiga mas'ul tashkilot rahbarlari ishtirok etdilar va bular o'sha murojaat qilgan fuqaro bilan gaplashdilar va o'sha har birlarini murojaatlari o'zini ijobiy yechimini topdi. Albatta bugun O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar nima uchun? Bu insonni yaxshi yashashi uchun qilinishi kerak bo'lgan vazifalar mahalla yettiligiga mas'ullarni oldiga vazifa qilib qo'yildi va bugun juda ko'p fuqarolarimiz o'zini murojaatlarini yechimini topdilar. Ulug'bek Qosimov viloyat hokimidan tortib shahar va tumanlar hokimlari, boshqarma va tashkilotlar rahbarlari hamda ularning tumanlar bo'limlari mas'ullariga prezident belgilab bergan topshiriqlarga muvofiq har bir murojaatni har bir inson va xonadon muammosini bilib, o'z vaqtida ko'mak berish tamoyili asosida o'rganish va ijobiy hal etish vazifalarini belgilab berdi. Bundan tashqari tadbirkorlar qabuli ham o'tkazilib, unda 55 ta tadbirkorning 58 ta murojaati ko'rib chiqildi. Qabulda ko'tarilgan masalalardan 16 tasi ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan 42 ta murojaatlarga mas'ullar biriktirildi. Bugun Termiz shahrining Bog'ishamol mahallasida viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovich tomonidan sayyor qabul tashkil etildi, ommaviy qabul tashkil etildi. Bunda mana shu aynan Bog'ishamol mahallasi emas, balki Termiz shahrida istiqomat qilayotgan fuqarolar taklif qilindi. Aynan har bitta fuqaroning murojaati o'rganilib, o'sha manzilni o'rganish haqida bizga topshiriq ko'rsatmalar berildi. Viloyat hokimimizning bizga bergan topshiriq ko'rsatmalariga asosan biz kelib tushayotgan murojaatlarni aynan manzilli xonadoniga borib, tegishli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda borib o'rganishimiz va o'z vaqtida ijobiy hal qilishimiz bo'yicha bizga topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Bugun Bog'ishamol mahallasida viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovich Qosimovning ommaviy sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Bunda bizda doimiy murojaat qiluvchilar uy-joy bo'yicha, kredit, ish bo'yicha, uy ta'mirlash bo'yicha murojaat qilganlar chaqirib, tegishli tashkilot mutasaddi rahbarlari bilan birgalikda o'zlariga kerakli savollariga javob olib, muammolar hal qilindi.